Har bitta qo'yayotgan like ga 500 so'mdan hisoblab ketdi. Shu videoni qo'yapman hozir. Har bitta yig'ilgan like ga 24 soat ichida 500 so'mdan hisoblab, ertasi kuni o'sha pulni podpishchilar nima desa shu, yo biron kishiga ehson qilamiz yoki podpishchilar ichida o'ynayveramiz. Bilasizlar, men paynetda o'tiraman. Bir daqiqada masalan shu videoyimiz 1000 ta like yig'di. 1000 ta like 500 ming so'm. 500 ming so'm pulni 5 kishiga desalaringiz 5 kishiga dang bo'lamizda 100 ming so'mdan kartasiga dang tashlaymiz. Gapirgan gapiga turmagan 3 ta harf. Bilasizlar, bizda eng yaxshi so'zimiz 3 ta harf. O'zlaringiz bilasizlar. Ketdi. Like bosamiz, samolyotchani bosamiz, ko'proq like yig'sa, o'sha pulni ertaga siz ishlab qo'yishingiz mumkin. Marhamat, yoki ehsonimizga sababchi bo'lishingiz mumkin. Ketdik.